Qarang do'stim, 2023-yilda ishlab chiqarilgan Gentra, kraskalari radnoy. Umuman yo'q ekan, petnosi ham yo'q ekan. Yana siz ko'rib tekshirib olasiz. 12 ming dollardan ham pastga tushirib qo'ydim deya olmayman. Siz lekin tushirasiz. 12.200 dollar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan do'stim. Ekranga like bosing. Buni qarang, holatga qarang. Ishlab turibdi, mashina benzinda, ABSlari bor, holati yaxshi. Kraskasi yo'q dedilar, yana ko'rib tekshirib turib olasiz. Qani kapotga tosh tekkan. Ha, yaramas. Tosh tekmabdi ekan. Bosib olsangiz bilan, balon lekin yangi. 908 pultiga nima deysiz? Pulchalari ham bu. Rullarni ham boshqacha qilingan, tuning tablo. Bitta bagajda ochib olsangiz, vaqti zo'r bo'lasiz. Akvaprintlar qilingan, mashincha yaxshi mehrlikka turibdi. Kelgan payti aka dedilar, 23-yil bu dedilar. 13.300 qo'yib bering, dedim, unaqa narx dedim, yo'q dedim. Orqasini ko'rsating, unaqa narx. Vobshe yo'q dedim. Yakson qilamiz deb turib, buni narxini 12.500 dollardan ham pastga tushirib qo'ydim. Ekranga like bosmaysizmi? Mana ko'ryapsiz, narxlar qanday tushyapti. 15 kun o'lay 12,5 ming dollar 22-yil sotilyotdi. Bu 23-yil kraskasi yo'q. Luk, ABS hamma narsasi bor. Faqatgina bitta gaz yo'q-da. Nimadir to'kilgan. Nimadir to'kilgan zapaskalari bor, Dankrat ключlari, 908 pult, balon. Narxini 12.200 dollarga tushirib qo'ydim. Men bilaman. Siz probegini aytmadim. Ana shunaqa narsalar esdan chiqib ketyapti. 32 ming masofa. Shundan 36 ming masofa bosib o'tgan. 36 ming. Hech narsa emas-ku. 12.200 dollarga qo'ydim, siz lekin 12 ming dollarga sotib. Zo'r narx, chunki 23-yil kraskasi yo'q. 36 ming masofa bosgan. Yomon narx emas-ku. Bozorda 13.500, 13.600 dollar so'ralib o'tirgan narsa bizda esa 12.200 dollar. Yana savdosi bu, maza qilmaysizmi? Ekranga like bosib, keyin pastdagi nomerlarga telefon qiling. Sog' bo'ling.